Bismillahirrahmanirrahim. Bugün o'qiydiganimiz 6 sahih hadis kitobining biri bo'lgan Sunan ibn Majah. Birinchi bob Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashishning bobi. Birinchi hadis. Hadisning ravilarini o'qimayman, chunki peshdir zabar harakatlari nayt yaxshi, uchuq yozilgan bo'lg'ashqa. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: "Ma amartukum bihi fakhuzuhu va ma nahaytukum anhu fantahu." Men sizlarga buyurganni sizlar tutinglar. Ya'ni men sizlarga buyurgan ishlarni qilinglar. Va sizlarni cheklagan ishlardan bo'lsa sizlar yeninglar. Bu sahih hadis, ma'nosi naytdi tushunishlik. İkinci hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi: "Zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Men sizlarni tark etgan, o'z halinglarni qo'yib bergan muddatda sizlarmi meni o'z halimga qo'yinglar. Ya'ni mendan ko'p savol so'ramanglar. Ya'ni ma muddatni bildirdi, vaqtni bildirdi. Chunki sizlardan ilgirki ummatlar ko'p savol so'raganliklari uchun va payg'ambarlarga qarshi chiqqanliklari uchun halok bo'ldi. Agar men sizlarni bir ish buyurgan bo'lsam, sizlar uni qodir bo'la olgancha qilinglar. Va bir narsadan cheklagan bo'lsam, sizlar uningdan yeninglar. Bu sahih hadis. Uchinchi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Kimki menga itoat qiladi ekan, u haqiqatan Alloh itoat qilgan bo'ladi. Kimki menga osiylik qiladi ekan, ya'ni itoat qilmaydi ekan, Alloh osiylik qilgan bo'ladi." To'rtinchi hadis. Abu Ja'fardan rivoyat qilindiki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan bir hadis anglasa, uningdan o'tib ketmaydi. Ya'ni hadisdagi chekdan oshirib o'tmaydi va uningdan, ya'ni shu hadisdagi chekdan kam qilib qo'ymaydi. Ya'ni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganda qolatdi. 5-hadis. Abu Darda radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga chiqib keldi va biz fiqrlik haqida so'zlashayotgan. Ya'ni biz kambag'allik, namratlik haqida so'zlashayotgan va namratlikdan qo'rqamiz deb shunday paranglashayotgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq dediki, sizlar namratlikdan, kambag'allikdan qo'rqamsizlar? Mening jinim uning qo'l ilkida bo'lgan zot bilan, Alloh bilan qasamki, chuqum sizlarga dunyo shundoq to'kiladi. Hatto la yuzigha qalba ahadikum izagatan illahi. Sizlarning biringlarning qalbini faqat shu dunyo ozdirib ketadi. Alloh bilan qasamki, men sizlarni uning kechasi kunduz bilan o'xshash bo'lgan oppoq yo'l ustiga tark etdim. Qo'ydim. Abu Darda radhiyallohu anhu shundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Alloh bilan qasamki rost aytdi. U bizni Alloh bilan qasamki kechasi kunduz bilan o'xshash bo'lgan oppoq yo'l ustiga qo'yib ketdi. Ya'ni qiyinchilik vaqtida bo'lsin, qiyin kunlarda bo'lsin yoki kang'archilik, ozodchilik vaqtlarida bo'lsin, har vaqt o'xshash botildan yuz o'rib, haqiqatga, haq dinga, islomga moyil bo'ladigan to'g'ri din, to'g'ri manhaj ustida qo'yib ketdi. 6-hadis. Muaviya ibn Qurradin udasidan rivoyat qilib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: "Mening ummatimdan bir toifa, ya'ni bir jamoat bor. Ular davomli nusratlangan holatda bo'ladi. Ularga ularni yordamsiz tashlab qo'ygan kishilar ziyon yetkazolmaydi, toki qiyomat qoyim bo'lguncha." Ya'ni qiyomat qoyim bo'lib kun g'aribdan chiqishi emas, balki shu kun g'aribdan chiqishdan ilgariki Alloh taolaning bir mayin shamolni avatib, qalbida iymon bo'lgan musulmonlarning, mo'minlarning jinini ep ketgandan keyin anandagi noit eski yomon kofirlar bir mezgil yashaydi. Anandagi qiyomat shularning ustiga qiyomat qoyim bo'ladi. Ya'ni bu yerda qiyomat qoyim bo'lguncha degan gap shu mayin shamol kelib mo'minlarning jinini Alloh taolo ep ketkichi bo'lgan arliqda demoqchi. Taifa deb nakir kilishi yoki taqlid uchun yoki ta'zim uchun. Ya'ni bu jamoat, bu kishilarning soni nihoyatda oz. Bular nihoyatda oz sonli kishilar. Yana birisi bularningki ajri, bular erishadigan ishlar, bularning sha'ni nihoyatda ulug', nihoyat katta bo'lganligi uchun.
7. hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundoq degan: ummatimdan bir toifa, ya'ni bir to'p jamoat Allohning buyrug'i ustida, Allohning amri ustida qavvama bo'lib turdi. Ya'ni Allohning buyrug'ini ijro qilib turdi davomli. Ular qarshi chiqqanlar ularga ziyon yetkazolmaydi. 8. hadis Bakr ibn Zur'a hadis so'zlab bergan. U mundaq degan: "Men Abu Aynaba al-Xavlanidan hadis angladim. Bu kishi, ya'ni Abu Aynaba, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ikki qiblaga qarab namoz o'qigan. Ya'ni Baytul Muqaddasga, uningdan keyin Ka'baga qarab namoz o'qigan. U mundaq degan: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini angladim. Alloh taolo davomli bu dinda ularni o'zining toatida ishlatadigan yan ko'chatlarni davomli tikib turadi. Ya'ni ulamolarni, mujtahidlarni, muhaddislarni, faqihlarni va mujahidlarni davomli chiqarib turadi. Amr ma'ruf nahiy munkar qiladigan, ummatni to'g'rilaydigan olim ustozlarni davomli chiqarib turadi." 9. hadis Amr ibn Shuayb dadisidan rivoyat qilib mundaq deydi: Muaviya o'rnidan turib xutba so'zladi va mundaq dedi: "Sizlarning olimlaringlar qayerda? Olimlaringlar qayerda? Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini angladim. La taqumus sa'atu illa wa ta'ifatun min ummati zahirina 'alan nasi la yubaluna man khazalahum wa la man nasarahum." Qiyomat qoyim bo'lguncha ummatimdan bir toifa insonlarning ustida zohir bo'lib turdi. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lguncha davomli insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklaydigan, amr ma'ruf nahiy munkar qiladigan olimlar, mujahidlar va din uchun xizmat qiladigan bir to'p kishilar hamon chiqib turdi. Ularni yordamsiz tashlab qo'ygan yoki ularga yordam bergan kishilarga parvo qilmaydi. Ya'ni boshqalar ularni yordamsiz tashlab qo'yamdi yoki yordam beramdi, baribir ular o'zining yo'lini davom qilib din uchun xizmat qiladi, ummatni yetaklaydi. Boshqa rivoyatlarda rivoyat qilinishicha, Muaviya radhiyallohu anhu Madinaga borganda ayollarning choch ulashdan iborat bu ishni bayqab qilib, Madinadagi kishilarga noit xap bo'lgan. Olimlaringlar qani, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomatgachilik mening ummatimdan davomli amr ma'ruf nahiy munkar qiladigan ustozlar, da'vatchilar, mujahidlar chiqadi deb shunday xabar bergan tursa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning shahri bo'lgan Madinada ayollarning choch ulishdan iborat bu munkar ishni ko'rib turib to'sqan olimlaringlar qani deb xafa bo'lgan. 11. hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi: "Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yanida edik. U bir siziq sizidi va bu siziqning o'ng tarafidan ikki siziq va so'l tarafidan ikki siziq sizidi. Ondan qo'lini o'ttirdiki siziqning ustiga qo'yib turib mundaq dedi: Bu Allohning yo'lidir. Ondan bu oyatni o'qidi: Jazman bu mening to'g'ri yo'limdir. Sizlar bu to'g'ri yo'lga ergashinglar. Shaytonning yo'llariga ergashmanglar. Agar sizlar shaytonning yo'llariga ergashsanglar, ular sizlarni Allohning to'g'ri yo'lidan ozdirib ketadi. Ya'ni to'g'ri yo'l faqat bir. To'g'ri yo'lning atrofida o'ng va so'l taraflarda nurg'ulg'an shaytonning yo'llari bo'ladi. Shaytonlar bu yo'llarni insonlarning ko'ziga chiroyli ko'rsatib, ularni to'g'ri yo'ldan ozdirish uchun kech-kunduz bo'shab qolmaydi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yo'liga ergashishning vojibligi haqidagi bab tugadi. Darslarning davomi inshaalloh davomli yo'llandi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.